Shayx Muhammad G'azalidan so'radilar. Bir davrada o'tirishdi. Bir benamozlar ham bor ekan. Bir yosh yigit haligi benamozni mot qilish uchun G'azaliga savol berdi. Ya shayx, ma hukmu tarikis solah? Namozni tark qilgan odam hukmi nima bo'ladi? deb savol berdi-da, hozir shayx benamozni yerga uradi deb kutib turdi. Ammo shayx aytdilarki, hukmuhu an ta'khudha ma'ak ila as-solah aw ila al-masjid. Kun da'iyan va la qadiyan. Benamozni hukmi dedilar. O'zing bilan uni namozga olib chiqmog'ingdir. Uni namozga olib chiq, da'vat qil uni. Sen qozi bo'lma, sen da'vatchi bo'l dedilar. Ya'ni birovga qozi bo'lma, unga baho berma. Qozi Alloh taoloning o'zi. Sen da'vat qil. Bizda o'zaro bir-birimizga vazifamiz amrun ma'ruf, nahiy munkar. Yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish. Uning asli va uning mahsuli bizga qolgan narsa emas. U Janobi Allohning, qozining ishi. Qozi bo'lma dedilar. Ya'ni birovlarga baho berma dedilar.